uchun. uzr so'rayman, shoshayotganlar bor ekan davramizda kuyov to'ramizda ishxona kollektiv jamoalari, kollektivlari, bilasizlar, ishxona kollektiv jamoasi o'zi alohida tashrif buyurib, o'zi ketib qoladigan odati bo'ladi. Vaqtini, soatini topib, hozir bering navbatni poylab turishibdi. Shu yigitlarning so'zlari yerda qolmasin. Davraga chaqiring, bir videolarga tushib, suratlarga tushib, Yunusobod tumani gaz ta'minoti rahbariyati nomidan mana shu xodimlari, mana shu maskanda ishlaydigan, birga ishlaydigan hamkasblari nomidan gapiradigan, chiroyli niyat qiladigan yigitlar marhamat davraning markaziga. Shu kamzam to'ygan baxtli bo'lsin. Ko'p yillar ishlab yursin yana. Bizlar baxtli bo'lgan, Ziroat. Buning imzo bo'lsin. Keyingi yil yaxshi farzandlar nasib qilsin. O'g'il qizlarni 5 yillik keladi. Baxtli bo'lgan. Ziroatdan baxtli bo'l. Balki yaxshi niyat bo'lsa, shu kelinlik yo'llar uchun. Bugun o'sha yoqqa yig'ilganimizda shu kelinlik yo'llar uchun. Sog' salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar. Yaxshi o'g'il qizlardan bersin. Uzoq umr ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, ishxonaga hurmatlab kelganlar uchun hammalariga rahmat deymiz. Navbatlar qo'shiqqa bo'ladi. Mana shu ishxona nomiga, qo'shiq ishxona nomiga. Marhamat, keling. Marhamat, sizlar uchun ancha chet beramiz. Chakana
Intizor opamizni bir iltimoslari bo'ldi. Kelin salom ham bo'lish kerak. Shu fursatlarda, shu ajoyib bir navbatlarda deb iltimos qilishyapti. Intizor opa, onam kelin salom bo'lish kerak degan bir so'zlaringizni inobatga oldik. Men hamma yoni bir qarab kuzatib turibman. Hammani ham vaqtini to'g'ri taqsimlay olish albatta bizga qiyin. Shuning uchun sizni so'zlaringiz yerda qolmasin deb shuni harakatida bo'lib turibmiz. Chunki sarba sudurug'larim bor, topshiradigan, qudalarga beradigan dedingiz. Shuni ham hisobini olib, mana hamma bir chiroyli iltimoslarga shay bo'lib turibmiz. Xonandalarimiz agar shunaqa bir chiroyli ajoyib bir navbatlarga shay bo'lsa, fursatlar bo'lsa, marhamat o'tkazib yuborsak. Sarba sudurug'lar bo'lsa, marhamat davoga kelsin. Odamlar xavotirda qanaqa bo'lib qolarmikin degan gap bor. Bizni qo'limizda emas, odamni duv o'tib ketib qolsa, hamma shoshib qoladi. Shuning uchun men iltimos qilaman. Darrov harakatinglarni qilib olinglar. Vaqt o'zinikini olib qo'yadi. Vaqt oldin hakam. O'zinikini olib qo'yadi. Bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Vaqtlar tezlik bilan o'tib boryapti. Shuning uchun harakat qiling. Marhamat.
chiroyli qo'shiqlar yangrasa, bosuvroq qo'shiqlar keling-kuni bir davraga taklif etsak, iltimos qilishdi, keling-ku uchun bir tansa berishsin. Bir chiroyli yurakni larzaga soladigan bir mahzun chayqalib tinglaydigan, tebranib tinglaydigan chiroyli qo'shiqlar yangrasa deyishdi. Marhamat, keling-ku alohida davrani markaziga. Marhamat.
to'lagan bir ruxsat berishsa, pattaladi iltimos. Sohibjon akamizni sinfdoshlari, do'stlari, ulfatlari, yaqinlari hammalari iltimos qilishdi. Bir chiroyli anjanchasi bo'lsa yana yaxshi deyishyapti. Xonanda marhamat o'z didingizga qarab, tabizga qarab. Kelinglar anjancha so'raganlar. Yürüyüşe
Sarfroz guruhi rahmat san'atkor ijodkorlar. Men iltimos qilardim ozgina joylashib olinglar. Bu yerda kattalar bor, bizning qo'limizda emas. Dasturxon yozganlar bor. Biz ham bu yerda kichkina odammiz. To'y qilayotganlar bor. Necha yil yig'ib, terib, halol mehnatlar bilan mana farzand katta qilgan, chiroyli niyatlarni izhorlana qilib turgan kattalar bor. Shuning iltimos qilaman, kelin-kuyovlarimizning mashinasi kelgan bo'lsa, go'shankalari shodda bo'lsa, onaxonni mana iltimoslari buvijon, mana yoshi ulug'larimiz keling sizlar. Shularning so'zlari yerda qolmasin degan bir masalada to'yxonamizni mutasaddilarining so'zlarini yerda qoldirmasdan, yoshi ulug'larimizning so'zlarini yerda qoldirmasdan oq Fotihaga, duoga qo'l ochib turamiz. Hammamiz yoshi ulug'larimiz duo qilishadi. Amin deb turamiz. Oltin uzuk taqib yorning qo'liga. Kirayapmiz yangi hayot yo'liga. Niyatimiz shirin turmush quraylik. Oq Fotiha bering, baxtli bo'laylik. Ilohi amin. Ilohi amin. Xotirjamlik bersin. Hammalarning joni jonilar sog' bo'lsin. Shod mechaylar butun bo'lsin. Umri jonilar hamisha uzun bo'lsin. Rizqinglar farog' bo'lsin. Topganingizga Xudo baraka bersin. Topgan pulini to'yga bersin, qolgani uyga bersin. Ko'rganinglar to'y bo'lsin, so'yganinglar qo'y bo'lsin. Yurtimizga tinchlik bo'lsin, din islomga quvvat bersin. Poshomizga insof-toplik bersin. Yurtimiz arzonchilik bo'lsin. Shu to'yga kelgan yigitlarimiz hammalari boy bo'linglar, xotininglar boyvachcha bo'lsin. Qatoringlardan xato bo'lmanglar, yigit bo'lmanglar, bola ko'rmanglar. Quruq qismat, milisa, balisadan Alloh saqlasin. Hammalarning o'g'il qizinglar go'shankalarga bo'kilib kelin kuyov bo'lsin. Er-xotin yayrab, yashinab, to'p qo'yib talaga beringlar. Hammamizning yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Ko'chalarda, yo'llarda, cho'llarda, ro'llarda yurganda Allohim o'z panasida saqlasin. Hammanglar yurtaga chiqqanda belinglar bukilmasin. Nevara, ibarat, chevara, avara ko'ringlar bizga o'xshab. Oltin boshini oltin qo'yib yursin. Yurganda oyog'ingizga tikon kirmasin. Do'st ko'p bo'lsin, dushman yo'q bo'lsin. Xizr bomlar pullar madadkor bo'lsin. Yastig'i to'la bola, cho'ntagiz to'la pul bo'lsin. Yomon ko'zdan quturgan etdan bemahal o'limi quruq. Tuhmatdan nomdan o'z panasida saqlasin. Xonadoningizda qayg'u bo'lmasin, to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin, kulib bo'lsin. Allohim bizga ko'z berdi, bosh berdi, til berdi, qo'l berdi, oyoq berdi. Hammanglarning ko'zinglar yorug', boshinglar toshdan, oyoq qo'linglar butun bo'lsin. Shu yerda shu nevaram 5-chi navara kuyovim, 5-chi navaram shu xonadonda obod qilsin. Shu xonadonni ota-onasini hurmat, izzat qilsin. Yanagina biza shu mahalda 5 yillarni Alloh balam deb oboraylik. Shu bizaga kuyov emas, o'g'il bo'lib kirsin. Shu ikkala Xudodan akil bo'lsin. Shu artistlarimiz ham tanisa, umri boqiy bo'lsin. Yo'lda, cho'lda, ko'chalarda yurganda Allohim o'z panasida saqlasin. Hammanglar to'y deb ketsizlar, boshinglar to'ydan chiqmasin. Xudodan qudalar. Hammanglar Xudoyo xonadonda har doim to'y. Ko'rganinglar to'y, so'yganinglar qo'y bo'lsin. Bir yillar ming yillar buyoqga aylanib ketsin. Allohu akbar. Shunaqa yaxshi kunlar hammalarga bersin, yaxshi to'ylardan. Hammalarga rahmat. Qara kelin kuyovlar baxtli bo'lsin. Kelaginglarga beshikni olaylik. Keling. Rahmat hammalarga mehmonlar. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yor-yorlarni aytib, al-yorlarni aytib. Keling
baraka bersin. Elimizga, yurtimizga tinchlik bersin. Qarindosh bola chaqalarimizga tinchlik, omonlik bo'lsin. Ko'chada yurgan shopir bolalarimiz ham Xudoning o'zi asrasin. Hammalarni taninglar, sog' turmuchinglar omon bo'lsin. Olinglar, oldirmanglar, topgan pullaringlar yaxshilik qilib, yaxshi to'ylar qilinglar. Mana shu bolalarim qo'sha qarisin, umrini oxirigacha billa bo'lsin. Xudo yaxshi qiz, yaxshi bolalar. Mana shu xonadonda otasi, onasi, qarindoshlarni izzat hurmatiga Nodira bolam o'shalarni aytganini endi u yerdan kelding, sen shu yerga qizsa, u yerda haqing yo'q. Mana shular ota-onang seni. Shularni imida bo'lgin, jimida bo'lgin. Beruxsat bir yoqqa chiqmagin. Aytganini qilgin bo'lar. Xudoy tani sog' turmuchang omon qilib qo'sha qaraylar. Mana shu DVD bolalarim ham tani sog' yurtda yuribdi.